Bir qonun Rabbingizni hech qachon o'zgartirmang, har doim hukmron bo'lganlarni tepada qulay his qilishlariga harakat qiling. Ularni rozi qilish yoki hayratda qoldirish uchun o'z iste'dodlaringizni namoyish etishda uzoqqa bormang. Aks holda siz buning aksini amalga oshirish xavfini tugdirasiz. Ularda qo'rquv va ishonchsizlik uyg'otasiz. Boshliqlaringizni o'zlaridan ko'ra yorqinroq qilib ko'rsating va siz hokimiyat choqqilariga erishasiz. Ikki qonun do'stlaringizga cheksiz ishonmang. Dushmanlaringizdan foydalanishni o'rganing, do'stlaringizdan ehtiyot bo'ling, ular xiyonat qilishga moyil, chunki ular hasadga osonlikcha beriladilar. Bundan tashqari, ular tezda buzuq va zolimga aylanishadi. Ammo sobiq dushmanni xizmatga chaqiring va u do'stdan ko'ra sodiqroq bo'ladi, chunki u isbotlashi kerak bo'lgan narsa bor. Darhaqiqat, siz dushmanlardan ko'ra do'stlaringizdan ko'proq ehtiyot bo'lishingiz kerak. Agar dushmanlaringiz bo'lmasa, ularni topish yo'lini toping. 3 qonun niyatlaringizni yashiring, odamlarni zulmatda, beqaror muvozanat holatida saqlang, hech qachon harakatlaringizning sabablarini oshkor qilmang. Nima qilmoqchi ekanligingizdan bexabar bo'lib, ular o'zlarini himoya qila olmaydilar. Ularni noto'g'ri yo'lga olib boring, biroz chalkashlik yarating va ular sizning niyatingizni anglab yetguncha kech bo'ladi. 4 qonun har doim kamroq gapiring. Nima zarur ko'rinadi, nutqlaringiz bilan taassurot qoldirishni istasangiz, esda tuting. Qancha ko'p gapirsangiz, shunchalik oddiy va haqiqiy kuchga ega bo'lmaysiz. Agar nutqlaringiz noaniq, tugallanmagan va sfenks kabi sirli bo'lsa ham, siz arzimas gaplarni gapirsangiz ham, o'ziga xos ko'rinasiz. Nufuzli odamlar o'z taassurotlarini qoldiradilar va to'liq gapirmaslik orqali qo'rquvni uyg'otadilar. Qanchalik ko'p gapirsangiz, shunchalik ahmoqona gap aytishingiz mumkin. 5 qonun juda ko'p narsalar reputatsiyaga bog'liq, uni o'z hayotingiz bilan asrang. Obro'ytibor hokimiyatning asosidir. Obro'ytibor bilan siz qo'rquvni uyg'otishingiz va g'alaba qozonishingiz mumkin. Ammo u silkinib ketsa, siz zaif bo'lib qolasiz va har tomondan hujumga duchor bo'lasiz. Obro'yingizni mustahkam tuting. Mumkin bo'lgan hujumlarni doimo hushyorlik bilan kuting va hujumga uchraguningizcha ularni qaytaring. Ularning obro'sidagi boshliqlarni topib, dushmanlarni o'chirishni o'rganing. Keyin chetga chiqing va 76 jamoatchilik fikrini ular bilan shug'ullanishga qoldiring. 6 qonun istiqbolga e'tiborni har qanday narsa bilan qazib oling. Hamma narsa tashqi ko'rinishiga qarab baholanadi. Ko'rinmaydigan narsa hech qanday qiymatga ega emas. Shuning uchun hech qachon olomon orasida adashib qolishga yoki unutishga yo'l qo'ymang. Ajralib turing. Har qanday holatda ham e'tiborni torting. O'zingizga magnit kabi torting. Atrofingizdagi ko'plab kamtarin va odobli odamlardan ko'ra kattaroq, rang-barangroq va sirliroq ko'ring. 7 qonun boshqalarni o'zingiz uchun ishlashga majbur qiling va natijalardan foydalaning. O'z biznesingizni rivojlantirish uchun boshqalarning aql-zakovati, bilimlari va yugurishlaridan foydalaning. Bunday yordam nafaqat qimmatli kuch va vaqtingizni tejaydi, balki sizga muvaffaqiyatli odamning ilohiy aurasini ham beradi. Sizning yordamchilaringiz unutiladi, lekin siz eslab qolasiz. Hech qachon boshqalar siz uchun nima qila olishini o'zingiz qilmang. 8 qonun odamlarni o'zlariga yaqinlashishga majbur qiling. Agar kerak bo'lsa, yemdan foydalaning. Agar siz boshqa odamni harakatga majbur qilsangiz, kuch siz tomonda. Eng foydali narsa raqibingiz sizga yaqinlashishiga erishish, buning uchun o'z rejalaringizni buzish. Uni ajoyib imtiyozlar bilan vasvasaga soling va unga hujum qiling. Sizning qo'lingizda barcha kartalar bor. 9 qonun g'alabaga harakat bilan erishing. Fikrlar bilan emas, munozarada erishgan har qanday daqiqalik muvaffaqiyatingiz perxit g'alabasiga aylanadi. Agar siz so'z aytmasdan harakat qilsangiz, boshqalarni siz bilan rozi bo'lishga majbur qilish ancha samaralidir. Ko'rsating, tushuntirmang. 10 qonun infeksion. Yomon va omadsiz bo'lishdan qoching. Emotsiyo, birovning baxtsizligi siz uchun halokatli bo'lishi mumkin. Milliy sharoitlar kasallik kabi yuqumli. Siz o'zingizni cho'kayotgan odamni qutqarayotgandek his qilishingiz mumkin, lekin aslida siz o'zingizning baxtsizligingizni yaqinlashtirasiz. Ba'zida baxtsizlar o'zlariga baxtsizlik keltiradilar, ular sizni ham o'zlariga jalb qiladilar. Buning o'rniga omadli va baxtli odamlarga yaqinroq bo'ling. 11 qonun odamlar sizga bog'lanishini harakat qiling. Mustaqil bo'lib qolish uchun siz doimo kerakli va kerakli bo'lishingiz kerak. Sizga qanchalik ko'p ishonishsa, shunchalik ko'p erkinlikka ega bo'lasiz.
Odamlarning baxti va farovonligi sizga bog'liq ekanligiga ishonch hosil qiling va sizda qo'rqadigan hech narsa yo'q. Hech qachon ularga hamma narsani o'rgatmang, shunda ular buni o'zlari qila olmaydilar. Qonun 12 o'zingizning jabrlanganini qo'rqitish uchun vaqtda haqiqat va saxovat ko'rsating. Bir samimiy, halol harakat o'nlab insofsiz harakatlarni yengadi. Halollik va saxovatning samimiy namoyon bo'lishi hatto eng shubhali odamlarning ham hushyorligini oldiradi. Sizning tanlab olingan halolligingiz boshliqni ochsa, ularni xohlaganingizcha aldashingiz va manipulyatsiya qilishingiz mumkin. Oz vaqtida taqdim etilgan sovg'a, Troyan oti, xuddi shu maqsadga xizmat qiladi. 13 Qonun yordam so'raganda odamlarning manfaatlariga murojaat qiling va hech qachon ularning mehribonligi yoki kengqonliklariga murojaat qilmang. Agar siz ittifoqchidan yordam so'rashingiz kerak bo'lsa, unga yaxshi ishlarda ishtirok etishingizni eslatish uchun ko'p ishlamang. U sizni e'tiborsiz qoldirish yo'lini topadi. Buning o'rniga iltimosnomangizda yoki u bilan tuzilgan shartnomangizda unga foydali bo'lgan narsani ko'rsating va buni o'lchovsiz ta'kidlang. U o'zi uchun foydali bo'lgan taklifni g'ayrat bilan qo'llab-quvvatlaydi. 14 Qonun do'stning rolini o'ynang, shpion kabi harakat qiling. Raqibingizni bilish juda muhim. Qimmatbaho ma'lumotlarni to'plash uchun ayg'oqchilardan foydalaning va bu sizga bir qadam oldinda bo'lishga imkon beradi. Yaxshisi, o'zingiz ayg'oqchi bo'ling. Odobli kichik suhbatni davom ettirib, yerni tekshirishni o'rganing. Bilvosita savollar bering, ularning javoblari odamlarning zaif tomonlari va niyatlarini ochib beradi. Har qanday vaziyatda mohirona tergov qilish uchun 153 ta imkoniyatni topishingiz mumkin. 15 Qonun dushmanni to'liq yo'q qiling. Muso davridan beri barcha buyuk sarkardalar qo'rqib ketgan dushmanni butunlay mag'lub etish kerakligini bilishgan. Ba'zida bu bilim ularga og'ir sinovlar orqali kelgan. Agar siz hatto bitta uchqun qoldirsangiz, u qanchalik xira miltillamasin, oxir-oqibat olov yonadi. Yarim yo'lda to'xtash, to'liq yo'q qilish shartidan ko'ra ko'proq narsani yo'qotishi mumkin. Dushman tuzalib, qasos olishga intiladi. Uni nafaqat jismonan, balki ma'naviy jihatdan ham sindiring. 16 Qonun yo'qligingizdan foydalaning. Hurmat va sharafni oshirish uchun jamiyatda juda faol aylanish sizning narxingizni pasaytiradi. Qanchalik ko'p ko'rinib eshitilsa, shunchalik oddiy ko'rinasiz. Agar siz allaqachon ma'lum bir mavqega erishgan bo'lsangiz, vaqtincha g'oyib bo'lish sizni ko'proq gapirishga, hatto sizni hayratda qoldirishga majbur qiladi. Qachon ketish kerakligini aniqlashni o'rganishingiz kerak. Kamchiliklarni yaratish orqali qiymat yarating. 17 Qonun sevgi, boshqalarni kutib turing. Noqoylik atmosferasini saqlating. Odatlar, boshqalarning harakatlarida yaxshi tanish narsalarni izlash va topish uchun toyib bo'lmaydigan ehtiyojga ega. Bashoratlilik ularga sizni nazorat qilish hissini beradi. Kartalarni aralashtiring. Ataylab oldindan aytib bo'lmaydigan bo'ling. Nomuvofiq yoki tashqi maqsadsiz xatti-harakatlar ularni muvozanatdan chiqaradi va sizning harakatlaringizni tushuntirishga urinishda sabr-toqatni yo'qotadi. 18 Qonun o'zingizni himoya qilish uchun qal'alar qurmang. Izolyatsiya xavfli, dunyo xavfli, dushmanlar hamma joyda, har bir kishi o'zini himoya qilishga majbur. Qal'a eng ishonchli boshpana bo'lib tuyuladi. Ammo izolyatsiya bizni nafaqat va unchalik ham himoya qilmaydi, balki bizni yanada katta xavf-xatarlarga duchor qiladi. U bizni muhim ma'lumotlardan mahrum qiladi, bizni ko'rinadigan va zaif nishonga aylantiradi. Odamlar orasida bo'lish va ittifoqchilar topish yaxshiroqdir. Dushmanlardan qalqon kabi olomon bilan o'zingizni yoping. 19 Qonun kim bilan ishlashingizni biling. Hurmat qilmang. Kimga kerak emas. Dunyoda har xil turdagi odamlar bor va ularning barchasi bir xil usullarga, bir xil munosabatda bo'lishini kutish mumkin emas. Siz kimnidir qo'rqitasiz yoki aldayapsiz va u sizga butun umri davomida qasos oladi. Bunday odamlar qo'y terisidagi borilar. Shuning uchun qurbon yoki raqibni diqqat bilan tanlang va hech qachon kerak bo'lmaganlarni xafa qilmang yoki xafa qilmang.